Bu yerda mana atir, ko'ylak uchun alohida sepiladigan atirlar. Buni bir qator videoda o'zi qo'yib bordik, ko'rildi. Bu общий sotiladigan holat ekan. Mana 50 riyoldan komplet sotilar ekan bu yerda. Do'stlar, mana biz hozir ziyoratchilarimizdan birgalikda Mushkambar zavodiga yetib keldik. Birgalikda hozir zavodga kirib, u yerda atir qanday tayyorlanadi, qanday bo'ladi, hali to'liq ma'lumotni olamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Kimda kim mana shunday paketlarda, mana shunday ziyoratlarda biz bilan birga kelishni istasa, quyidagi raqamlarga aloqa chiqib so'rab olamiz do'stlar. Bir kun ichiga mana shu bir oyatdan biz kuniga 50.000 gul teramiz. Bu gullarni ertamdan teramiz. Ertamdan terdik, olib kelamiz, mana bunda ishkargan. Qozonlar katta-kattasi ishkargan. Mana shu o'zi shu bir qozonni ichiga 10.000 dona gulni tarozi qilib bir qozonga qo'yamiz. 10.000 dona gul qo'ydik, bundan uni ustidan 25 litr suv qo'yamiz. Suv qo'ygandan keyin mana buni og'zini bunday qilib qomab ikki yaxdan plastar qilamiz. Buni buxori chiqmasin. Buni biz 7-8 soat qaynatamiz. Bu shu qaynab mana shunda buxoricha bo'ladi, kelib mana bu shishani ichiga tomib turadi. Ko'ringiz, 10.000 dona guldan 25 litr suvdan 7-8 soat ichiga qaynab mana shuncha atir chiqadi. 3,5 milli. Mana bu tibasini atir bo'ladi. Yani kam matağı su bulup qoladi. Biz shu atirni dibadan imom tortib qolamiz. Hozir sutalaring bo'ladi. Ertandan jurasiz, bundan kechasi Makka ketasiz. Bu qanday niyat bo'ladi? U miqot endi niyat qilib 2 rakat namoz o'qiysiz. Yani niyat Miqotdan keyin-ku, aql miqotdan keyin. Hozir foydalansak bo'ladi. Aytdik-ku, ehromgacha mumkin. Ehrom qo'ragandan keyin mumkin. Niyatdan keyin mumkin. Hacı biz mana shundan komplet to'rt sotamiz. Mana shu 2 dona shu 2 narsa bir-biridan jo'r bo'ladi. Agar birta xolos ikkita do'konga bir dona sotadi. Biz bu yerda shu komplet qilib sotamiz. Uni ichiga 2 dona shu mayda asli atirdan boring. Birda mana bu suvdan boring. Mana suvni bitta sipaysiz donalarga yaxshi. Mana bunisi atiri. Mana bu ko'ylaklarda atiri. Mana bunisi kreming, qo'llari yog'lab qo'yadigan shunday muloyim bo'lib turib atirni sipiradi. Mana bunisi balzam, qizil balzam, shu birdan yog' tomog'i qolsa balzam. Mana bu qarasi arablar buxur aytadi, biz siriq aytamiz, siriq. Biz mana shu 2 tani mana shundan 50 riyoldan sotamiz. Agar birta olasiz, ikkita do'kon boring, do'konlarga bir dona sotading, mana shuni bir o'zini 50 riyoldan kam bermaydi. Ani zamatirga kam farqi bor, endi ular qo'shadi. Qo'shib shu bir qutini 2-3 qut tushunib qiladi. O'tmay har kim olayotganlar bundan olamiz, omadganlar mana bunday chiqib, joylarni ko'rib, do'konlar ko'rib, Savdolarga kelib olsin deyapti. xo'sh bo'lib ketadi. Atir zavodga ordilaring, nima ordilaring, degan savollar bo'ladi. Atir zavodga kiradi. Mashhur atir mana shu. Eshitiladi. Ya'ni 10.000 dollar guldan chiqadigan 2,5-3 gram atir chiqadi. Ya'ni bu упаковкасы 50 riyol beradi. İşte atir bo'ladi. Eksport shu. İşte atir. Komplet ishda. Komplet ishda 50 riyol. Do'stlar, mana hozir Mushkambar zavodiga keldik. Ko'rdikki, akamiz bizga hamma narsani batafsil tushuntirdi. Qanaqa olish kerak, qanaqa olinadi, qanaqa qilib ishlab chiqariladi, bir qator bir tanishib o'tdik. Xudo xolasa do'stlar.
Do'stlar, mana biz hozir Toif bo'ylab ziyoratimiz o'z yakuniga yetyapti. Ziyoratchilarimizdan birgalikda hozir Toif miqotidamiz. Hammamiz birgalikda ehromlarga kirib, umrani niyat qildik. Mana ikkinchi marotaba umra qilish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz, xudo xolasa inshaalloh. Hozir birgalikda hammamiz Haram-i Sharifga borib, umra amallarini ado qilib, keyin inshaalloh mehmonxonaga qaytamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, salomat bo'linglar.